بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alloh subhanahu va taolodan yordam so'ragan holatda alloh taoloni tanishlik darsimizni davom ettiramiz. alloh subhanahu va taolo ushbu darslarimizni avvalambor o'zimizga va yana boshqa barcha musulmonlarga foydali va manfaatli va insonlarning hidoyatiga sababchi qilsin. Allohumma amin. Va alloh subhanahu va taolo ushbu darslarimizni barakali va davomiyli qilsin. Allohumma amin. Biz o'tgan darsimizda Alloh taolo ibodatga haqli bo'lgan yagona iloh ekanligini tanishlik mavzusida dars qildik va bugungi darsimiz o'tgan darsimizning davomi. Ya'ni Alloh taolo ibodatga haqli bo'lgan yagona iloh ekanligini tanishlik darsini ikkinchi qismi. Shayxul Islom Ibn Taymiya rahimahulloh o'zlarining Majmuatul Fatawa kitoblarida aytadilarki, Alloh taologa ibodat qilishlikda insonlar 4 qismga ajratilinadi. Ya'ni insonlar Alloh taologa ibodat qilishlikda 4 turli bo'ladi. Birinchi turdagi insonlar Allohdan o'zgaga ibodat qilishadi va agarda musulmon bo'lsa ham Allohdan o'zgaga ibodat qilishadi va faqatgina Allohdan yordam so'rashadi. Ya'ni Alloh taolodan boshqaga ibodat qilib turib, shu bilan birga faqatgina Alloh subhanahu va taolodan yordam so'raydi. Va Shayxul Islom Ibn Taymiya rahimahulloh aytadilarki, shirk bu islom ummatida qorong'u joyda o'rmalab ketadigan chumolidan ham maxfiyroqdir. Ya'ni shirk qorong'u joyda, qorong'u toshni ustida o'rmalab ketuvchi chumolidan ham maxfiyroqdir. Ya'ni iymonda da'vo qiluvchi inson shirkni barcha turini o'rganib, undan saqlanishligi kerak. Iymonda da'vo qiluvchi inson tavhid ilmini, aqida ilmini o'rganishligi kerak. Ya'ni barcha musulmonlarga tavhidni va aqidani o'rganishlik farzdir. O'rganishlik kerak bo'lgan ilm bu. Tavhid va aqida ilmi. Mana bu turdagi inson, ya'ni biz Ibn Taymiya rahimahullohni so'zini oz avval o'qib o'tdik. Ya'ni bu yerda Ibn Taymiya rahimahulloh aytdilarki, birinchi turdagi insonlar Allohdan boshqaga ibodat qilishadi va agarda musulmon bo'lsa ham faqat Allohdan yordam so'raydi. Buni misoli bir inson Alloh subhanahu va taoloni qo'yib, o'zini nafsini iloh qilib oladi va o'zining nafsi nimani buyursa, o'shani qiladi. O'tgan darslarimizda buni oyatlarni dalil qilib keltirib, izohlarini ham aytib o'tdik. Ya'ni buni misoli bir inson o'zini havoyi nafsini iloh qilib olib, nafsi nimani buyursa, o'shani qiladi. Bunday holatda nafsini iloh qilib olgan nafsi o'zining nafsiga ibodat qiladi. Ya'ni nafsi Alloh va Rasuli qaytargan harom amallarni buyursa, nafsini buyrug'iga itoat qilib, Alloh va Rasuli qaytargan harom amallarni qiladi.
Va bu harom amallarni qilib turgan holatda faqat Allohdan yordam so'raydi. Buni misoli kunimizdagi UFC bo'lsin, MMA bo'lsin va Octagon liga bo'lsin. Mana shu sportlar harom bu. Ya'ni bu sportda ya'ni Alloh va Rasuli qaytargan harom amallar qilinadi. Mana shu harom amallarni o'zini nafsiga ibodat qilgan holatda qilib turib, mana shu harom bo'lgan sportlarda g'alaba qozonishlikni Allohdan so'raydi. Bu sportlarda Allohu akbar deb qo'lini ishora qilib yuqoriga ko'taradi. Va alhamdulillah deb Allohga hamd aytadi. Bu qanaqangi bir ahmoqgarchilik. Bu eng katta bir zalolat, eng katta jaholat bu. O'zini nafsiga ibodat qilib turib, o'zini nafsini iloh qilib olib turib va Alloh Rasuli qaytargan harom amalni qilib turib, Allohu akbar deyishlik, alhamdulillah deyishlik, bu ahmoqlikdan boshqa narsa emas. Ya'ni bunday insonlar Alloh subhanahu va taoloni qo'yib, o'zini nafsini iloh qilib olgan kishilar. Bunday insonlar Allohdan boshqa o'zini nafsiga ibodat qilib, Allohdan yordam so'raydi. Xuddiki harom amallarni qilib turganda Allohu akbar deydi, alhamdulillah deydi. Hayoti o'zini tilida Allohu akbar desa ham, lekin turmush hayotida Allohu akbarning ma'nosini ko'rmaysiz. Va shu bilan birga Allohdan boshqaga ibodat qilib turib, Allohdan yordam so'raydi. Mana bu harom amallarda ya'ni harom bo'lgan sportlarda g'alaba qozonishlik uchun Allohdan duo qilib so'raydi, yordam so'raydi. Yoki o'zini nafsiga ibodat qilgan holatda kredit olib, o'sha kreditni to'lab olishlik uchun Allohdan yordam so'raydi. Mana bu ham ahmoqlikdan boshqa narsa emas bu. Qanday qilib bunday insonlar Allohdan o'ziga ibodat qilib turib, o'zini nafsiga qul bo'lib turib, endi Alloh va Rasuli harom qilgan narsalarda Allohdan yordam so'raydi. Misol uchun kreditni olib turib, uni kreditni yopib yuborishlik uchun Allohdan yordam so'raydi. Yoki harom bo'lgan sportlarda g'alaba qozonishlik uchun Alloh subhanahu va taolodan yordam so'raydi. Mana bu narsa eng katta zalolat bu. Iymonni da'vo qiluvchi inson bunday holatga tushmasligi kerak. Bunday holatdan saqlanishligi kerak. Alloh subhanahu va taolodan panoh so'rashligi kerak. Va ikkinchi turdagi insonlar, Shayxul Islom Ibn Taymiyya rahimahulloh aytadiki, ikkinchi turdagi insonlar faqatgina Alloh subhanahu va taologa ibodat qiladi va shu bilan birga faqatgina Alloh subhanahu va taologa ibodat qilib turib, Allohdan boshqasidan yordam so'raydi. Mana bu ham zalolat bu, jaholat bu. Va Shayxul Islom Ibn Taymiyya rahimahulloh aytadiki, bunday holatda ko'proq din ahli bo'ladi. Din ahli bo'ladi. Va bunday insonlar, dinni da'vo qilgan insonlar Alloh subhanahu va taologa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga itoat qilishlikni, ergashishlikni maqsad qiladi va faqatgina Alloh subhanahu va taologa shirk keltirmasdan faqatgina unga ibodat qilishlikni maqsad qiladi va shu bilan birga bunday insonlarga yordam beradigan, moddiy ta'minot beradigan va mansab beradigan, martaba beradigan podshohlarga va boy zodagon kishilarga va zalolatga yetaklovchi din peshvolariga, olimlarga bunday insonlarning qalblari itoat qiladi. Alloh va Rasuliga itoat qilmaydi, balki bunday insonlarning qalblari mana bu insonlarga, ularga yordam beradigan, ularga moddiy ta'minot beradigan, ularga martaba beradigan sultonlarga va boy zodagon kishilarga va zalolatga
chorlovchi, zalolatga yetaklovchi zalolat imomlariga bunday insonlarning qalblari itoat qiladi. Bunday insonlar Alloh subhanahu va taologa ibodat qilib turib, yordamni Alloh subhanahu va taolodan emas, ularga yordam beradigan, bunday insonlarga moddiy ta'minot beradigan va martaba beradigan podshohlarga, zodagon boylarga va islom ummatini zalolatga yetaklovchi din peshvolariga mana shu insonlardan yordam so'raydi, mana shu insonlarga suyanadi. Iymonda da'vo qiluvchi inson faqatgina Alloh subhanahu va taologa ibodat qilib turib va faqatgina Alloh subhanahu va taolodan yordam so'rashligi kerak. Mana bu holatdan ham iymonda da'vo qiluvchi inson saqlanishligi kerak. Alloh subhanahu va taolodan panoh so'rashligi kerak. Mana shu ikkita holatga tushib qolishlikdan Alloh subhanahu va taolodan panoh so'rashligimiz kerak. Mana shu holatlarga tushib qolishlikdan Alloh subhanahu va taolo hammamizni saqlasin. Va uchinchi holat bu insonlar Alloh taologa ibodat qilishlikda Ibn Taymiyo rahimahulloh 4 qismli bo'ladi, ya'ni 4 turli bo'ladi deb aytdilar. Uchinchi turdagi insonlar faqatgina Alloh subhanahu va taologa ibodat qiladi va faqatgina Alloh subhanahu va taolodan yordam so'raydi va yolvorib Alloh subhanahu va taologa iltijo qiladi. Lekin bunday insonlarning maqsadi Alloh va Rasuli buyurgan narsa emas, boshqa narsa bo'ladi. Va bunday insonlarning maqsadi Alloh subhanahu va taoloning diniga ergashishlik emas, Alloh subhanahu va taoloning shariatiga ergashishlik emas, boshqa narsaga ergashishlik bo'ladi. Bunday turdagi insonlar faqatgina Alloh subhanahu va taologa ibodat qiladi va faqat Alloh subhanahu va taolodan yordam so'raydi. Lekin bularning maqsadlari Alloh va Rasuli buyurgan narsa emas, boshqa narsa. Va Alloh subhanahu va taoloning diniga ergashishlik emas, Alloh subhanahu va taoloning shariatiga ergashishlik emas. Buni misol ba'zi musulmon diyorlarda, xosatan Turkiyada bo'lsin yoki bir Kavkaz diyorlarida bo'lsin, boshqa joylarda, misol Misrlarda shunaqangi adashgan toifalar, so'pi toifalar borki, ular Alloh subhanahu va taologa ibodat qiladi, Alloh subhanahu va taolodan yordam so'raydi. Hozirda mana Chechenistonda chechenlar Alloh taologa ibodat qiladi, Alloh subhanahu va taolodan yordam so'raydi. Lekin Alloh va Rasuli buyurgan zikrlarni Alloh va Rasuli buyurgandek ado etmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohni qanday zikr qilishlikni go'zal ravishda sahobalarga o'rgatishdi. Sahobalar o'zlaridan keyingi musulmonlarga o'rgatishdi. Bunday toifa insonlar zikrlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rsatgandek qilmaydi. Balkim zikrni qandaydir raqslar bilan, ularni bir ijtimoiy tarmoqda ko'rsangiz, qidirib ko'rsangiz, zikrlarni, chechenlarning zikrini, ular oyoqlarini yerga urib, sakrab zikr qiladi va bir joyda to'planib olib, aylanasiga yuguradi. Mana shunaqangi zikrlar qiladi. Misol uchun Turkiyada va yana boshqa joylarda boshqa bir toifalar, boshqa so'pilar borki, ular Alloh taoloni zikr qilganda raqsga tushib, ya'ni raqs qilib, o'ynab, qandaydir muzika nimalarini cholib, zikr qiladi. Ulardan so'rasangiz, biz Allohni zikr qilamiz deydi. Lekin bunday ibodatlarda Alloh va Rasuli buyurgandek ado etmaydi. Ibodatlarning barchasini iymonda da'vo qiluvchi kishi
Alloh va Rasuli buyurgandek ado etishligi kerak. Ibodatlarni barchasini Alloh subhanahu va taolo va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyurgandek ado etishligi kerak. Va to'rtinchi qism, ya'ni to'rtinchi turdagi insonlar, ya'ni Alloh subhanahu va taologa ibodat qilishda to'rtinchi turdagi insonlar faqat Alloh subhanahu va taologa ibodat qiladi. Faqatgina Alloh subhanahu va taolodan yordam so'raydi va ibodatlarni barchasini, solih amallarni barchasini Alloh va Rasuli buyurgandek ado etadi. Bunday insonlar iymonlarini holatiga ko'ra Allohning huzurida har xil bir martabalarda bo'ladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taologa ixlos qilishda ixlosi qanchalik komil bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning huzurida bunday insonlarning bu turdagi insonlarning martabalari komil bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mana shu to'rtinchi turdagi musulmonlardan barchamizni qilsin. Va ba'zi insonlar, mana biz aytdikki, ikkinchi misolda ikkinchi turdagi insonlar haqida biz aytdikki, ikkinchi turdagi insonlar Alloh subhanahu va taologa ibodat qiladi, lekin Alloh subhanahu va taolodan boshqasidan yordam so'raydi. Buning misoli mana bugungi kunda ba'zi iymonni da'vo qiluvchi, islomni da'vo qiluvchi kishilar Alloh subhanahu va taologa ibodat qiladi va shu bilan birga Allohdan boshqasidan yordam so'raydi. Misol uchun solihlarni qabriga borib, ya'ni solih inson o'tib ketgan solih insonlarning qabriga borib, qabrdagi insonlardan yordam so'raydi. O'zini qiyinchiliklarini ketkazishligini so'raydi. Yoki Alloh subhanahu va taologa ibodat qilib turib, folbinga borib qo'yadi, baxshilarga borib qo'yadi. Mana bu narsalardan, mana bu shirk bo'lgan holatlardan barchasidan iymonni da'vo qiluvchi inson, dunyo va oxiratda saodatli hayotni xohlaydigan iymonni da'vo qiluvchi inson mana bu holatlardan saqlanishligi kerak. Mana bu achinarli holatlarga tushib qolishlikdan Alloh subhanahu va taolodan panoh so'rashligi kerak. Shayxul Islom Ibn Taymiya rahimahulloh Alloh subhanahu va taoloning ulug'iyatidagi shirkni bayon qilib aytadilarki, Alloh subhanahu va taoloning ulug'iyatida shirk keltirishlik, Alloh subhanahu va taologa biron bir narsani teng qilishlik. Biron bir narsani Alloh subhanahu va taolo bilan barobar deb e'tiqod qilishlik. Misol uchun ibodatda Alloh subhanahu va taologa ibodat qilishlikda unga sherik qilishlik. Misol uchun Alloh subhanahu va taologa ibodat qilib turib, qabrga borib sig'inishlik, solih insonlarni, o'tib ketgan solih insonlarning qabrlariga borib ulardan yordam so'rashlik. Mana shu ham ibodatda shirk hisoblanadi. Va keyingisi Alloh subhanahu va taologa muhabbat qilishlik. Bunda Alloh taologa sherik qilishlik, bu Alloh subhanahu va taologa muhabbat qilishlikda shirk qilishlik hisoblanadi. Mo'min kishiga Alloh subhanahu va taolo barcha narsadan suyukli bo'lishligi kerak. O'zini nafsidan ham, o'zini ota-onasidan ham, o'zini bola chaqasidan ham, suyukli ayolidan ham va dunyodan ham va barcha narsalardan, bugungi kunda mana bu ijtimoiy tarmoqdan ham, telefonlardan, mashinalardan, barcha narsadan iymonni da'vo qiluvchi insonga Alloh subhanahu va taolo mana bu barcha narsadan ko'ra suyukliroq bo'lishligi kerak. Ya'ni Alloh va Rasuli mana bu biz aytgan narsalarning barchasidan suyukli bo'lishligi kerak. Keyingisi Alloh subhanahu va taologa, ya'ni Alloh subhanahu va taolodan qo'rqishlikda unga sherik qilishlik. Ya'ni iymonni da'vo qiluvchi kishi faqatgina Alloh subhanahu va taolodan qo'rqishligi kerak. Qo'rquv faqatgina Alloh subhanahu va taologa bo'lishligi kerak.
Alloh subhanahu va taolodan qo'rqishligimiz kerak. Va keyingisi, ya'ni Alloh subhanahu va taoloda umid qilishlikda bunga sherik qilishlik. Misol uchun, inson rizqini faqatgina Alloh subhanahu va taolodan umid qilishligi kerak. Lekin rizqni Alloh bermaydi, ishxonadagi xo'jayin beradi. Shunga bog'liq meni rizqim deb e'tiqod qilsa, mana bu umid qilishlikda Alloh taologa sherik qilgan bo'ladi, shirk qilgan bo'ladi. Biz Alloh subhanahu va taoloni rahmatini, jannatiga kirgizishligini, rizosini, savob nasib etishligini, rizq berishligini, barcha narsalarni Alloh subhanahu va taolodan umid qilishligimiz kerak. Keyingisi tavba qilishlik. Tavba faqatgina Alloh subhanahu va taologa qilinadi. Tavbada Alloh taologa sherik qilishlik bu shirk bo'ladi. Ulug'iyatda Alloh taoloning ulug'iyatida shirk, ya'ni qilishlik hisoblanadi. Ba'zi musulmon diyorlarda, misol uchun Turkiya yana boshqa bir joylarda ba'zi islomni da'vo qiluvchi kishilar tavbasini o'zini shayxiga borib qiladi. Turkiyada manzil jamoati bor. Mana bu jamoatdagi kishilar tavbani Allohga qilmaydi. Butun fahshlarni qilib turib, o'zini shayxiga borib turib, tavbamni qabul qiling deb nima qiladi? U shayxi ham tavbani qabul qildim deb aytadi. Mana bu holat shirk hisoblanadi. Bu xuddiki bugungi kunda xristianlar, misol cherkovdagi rohiblar, xristianlar misol gunoh ish qilsa, cherkovga borib, cherkovdagi rohibga qilgan gunohini aytadi. Bo'ldi, sen tavba qilding, tavbangni qabul qildim. Gunohing poklandi, gunohdan poklanding deb aytadi. Mana shunaqangi zalolat e'tiqodlari bor. Bunday zalolat e'tiqodlari bugungi kunda islomda da'vo qiluvchi ba'zi toifalarda ham bor. Iymonda da'vo qiluvchi kishi tavbasini faqatgina Alloh subhanahu va taologa qilishligi kerak. Va shirkda mana bu turini Alloh subhanahu va taolo kechirmaydi. Faqatgina tavba bilan kechiradi. Shayxul Islom Ibn Taymiyya rahimahulloh shunday deb aytadilar. Va shirkni mana bu turiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka mushriklariga qarshi, arab bo'lgan mushriklariga qarshi mana shu shirk sababli Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga qarshi jang qilganlar. Mana shu shirk sababli arablarga qarshi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jang qilganlar. Chunki bu Makka mushriklari Alloh taoloning ulug'iyatida Alloh taologa shirk keltirgan. Ulug'iyatda biz ma'nosini aytgan edik, ya'ni ulug'iyat bu Alloh subhanahu va taolo ibodatga haqli bo'lgan yagona iloh deb e'tiqod qilishdik, iqror bo'lishdik. Alloh subhanahu va taolo Baqara surasi 165-oyatda aytadiki: Astagfirullah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Wallazina amanu ashaddu hubban lillah. İnsanlarning orasida shunday kishilar borki, ular Allohdan o'zgaga, ya'ni Allohdan o'zgaga ya'ni Allohdan bu oyatning ma'nosida aytiladiki, insonlarning orasida shunday kishilar borki, ular Allohdan o'zga botil ilohlarni Allohga shirik qiladi. Ular u botil ilohlarini Allohni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'rishadi. Va Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatning davomida aytadiki: "Vallazina amanu ashaddu hubban lillah." Iymon keltirgan mu'min kishilar Alloh subhanahu va taoloni juda qattiq yaxshi ko'radi.
Ya'ni mana bu oyatni yaxshilab tadabbur va tafakkur qilsak, bunda ko'rinadiki, Makka mushriklari Allohdan o'zga botil ilohlarni Alloh taologa shirik qilgan va Makka mushriklari bu botil butlarni, botil iloh bo'lgan butlarni Alloh taoloni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'rishgan. Ya'ni muhabbatda Alloh taologa shirik qilishdi. Mana bu botil bo'lgan, ya'ni butlarni, botil iloh bo'lgan butlarni Alloh taologa muhabbatda shirik qildi. Va oyatni davomida Alloh subhanahu va taolo aytadiki, iymon keltirgan mo'min kishilar Alloh taoloni juda qattiq yaxshi ko'radi. Mana bu oyat bizga ko'rsatadiki, Alloh subhanahu va taoloni mo'min kishilar juda qattiq yaxshi ko'rishlik kerak. Ya'ni Alloh va Rasuli barcha narsadan bizga suyukli bo'lishligi kerak. Makka mushriklari o'zlarini botil iloh bo'lgan butlariga ibodat qilishganini sababini quyidagicha aytishgan. Buni Alloh subhanahu va taolo Zumar surasi 3-oyatda zikr qilgan. Astagfirullah. Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallohi zulfa. Biz u butlarga faqatgina ular bizni Allohga yaqin qilishligi uchungina ibodat qilamiz deb aytadilar. Ya'ni Makka mushriklari bu butlariga faqatgina ular Makka mushriklarini Allohga yaqin qilishligi uchungina ibodat qilganliklarini aytadilar. Mana bu mushriklarni so'zlari bugungi kunda qabrga borib qabr ahlidan, ya'ni o'tib ketgan solih insonlarning qabridan duo talab qilishligi, duo so'rashligi o'xshaydi. Ya'ni bugungi kunda qabrdan borib yordam so'rovchilarning gapirib turgan gapi mana bu mushriklarning gapi bilan bir xil. Ular aytadiki, biz bu solih insonlarning qabriga nima uchun kelamiz? Ular bizni Allohning huzurida bizni shafaat qiladi. Bizni qiyinchiliklarimizni, bizni duolarimizni bu o'tib ketgan solih insonlar Allohga yetkazadi deb da'vo qilishadi. Bularning da'vosi bilan Makka mushriklarining da'vosi bir xil. Iymonda da'vo qiluvchi kishi mana bu shirk holatiga tushib qolmasligi kerak. Alloh subhanahu va taolodan panoh so'rashligi kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Imom Termiziy rivoyat qilgan sahih hadisda, ba'zi olimlar bu hadisda sahih deb aytishgan, boshqa olimlar esa zaif deb aytishgan. Olimlarning o'rtasida ixtilof bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu hadisda bir kishiga aytganlarki, nechta ilohga ibodat qilasan deb so'rashgan. Mana bu kishi javob berib aytganki, 6tasi yerda bo'lgan va bittasi osmonda bo'lgan ilohga ibodat qilaman dedi. Ya'ni yerdagi o'zlari yasab bo'lgan botil iloh bo'lgan butlar va osmondagi Alloh subhanahu va taolo. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zining so'zlarining davomida aytishganki, bir narsani qattiq xohlaganingda va qattiq qo'rqinchli holatda qaysi ilohga duo qilasan deb so'rashganda, allazi fis sama, ya'ni osmonda bo'lgan ilohga ibodat qilaman deb aytganlar. Ya'ni ibodat qilaman deb aytgan. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, ala tuslim fa uallimuka kalimatin. Islomni qabul qilmaysanmi? Agar islomni qabul qilsang, musulmon bo'lsang, men senga ba'zi kalimalarni o'rgataman deb aytganlar. Shunda mana bu kishi islomni qabul qilgan va Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, Allohumma alhimni rushdi va qini sharra nafsi.
Mana bu duoni aytgin deganlar. Bu duoni ma'nosi: ey Allohim, menga hidoyatni nasib et va meni nafsimni yomonligidan saqlagin. Bu kishi islomda qabul qilishgan va bu kishini, bu sahobani ismi Husayn. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nevaralari Husayn emas, balkim Husayn. Bu sahoba boshqa, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning nevaralari emas. Mana bu hadisda ushbu sahoba, ya'ni qiyinchiligimda bir narsani qattiq xohlaganimda osmondagi ilohga duo qilaman deb aytadilar. Ya'ni bu kishi ham, mana bu sahoba ham islomdan oldin Alloh subhanahu va taoloni iloh ekanligini bilgan va shu bilan birga ilohlikka o'zlarini botil butlarini Alloh taoloni ulug'iyatiga shirik qilgan. Mana shu sabab bu arablar mushrik deb aytilgan. Biz shirkning barcha turlaridan panoh so'rashligimiz kerak. Alloh subhanahu va taologa yolvorib, maxfiy shirkdan va oshkora shirkdan barcha turidan panoh so'rashligimiz kerak. Va Ibn Taymiyo rahimahulloh rububiyatdagi, tavhid rububiyatdagi shirkni bayon qilib aytadilarki, ya'ni rububiyatda Alloh taoloni yakkalashlik, butun koinotni boshqaruvchi, molik bo'lgan Alloh subhanahu va taolodir va beruvchi, man qiluvchi, zarar beruvchi, foyda beruvchi, saqlovchi va darajani bir insonni ko'taruvchi, bir insonni aziz qiluvchi, bir insonni xor qiluvchi faqat Alloh subhanahu va taolo deb e'tiqod qilishlik bu tavhid rububiyya hisoblanadi. Endi mana bu tavhid rububiyada shirk qilishlik bu qanday bo'ladi? Agar bir inson beruvchi ham va man qiluvchi ham, zarar beruvchi va foyda beruvchi, aziz qiluvchi va xor qiluvchi Allohdan boshqasi deb e'tiqod qilsa va dar haqiqat mana bu kishi Alloh taoloning rububiyatida shirk qilgan bo'ladi. Bugungi kunda tavhid rububiyatdagi shirklardan biri, misol Alloh va rasulini hukmi bilan hukm qilmaslik. Alloh va rasulini hukmi bilan hukm qilmaslik. Ya'ni demokratiya yaxshiroq shariatdan ko'ra, islomda shariatidan ko'ra bugungi kundagi demokratiya yaxshiroq, afzalroq, insonlarga yaxshiroq. Islomdagi hukmlardan, shariatni joriy qilishlikdan yaxshiroq deb bir inson e'tiqod qilsa, bu inson tavhid rububiyatda shirk qilgan hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo shirkni barcha turidan hammamizni saqlasin. Alloh subhanahu va taolo ushbu darslarimizda foydali va manfaatli va insonlarning hidoyatiga sababchi qilsin. Allohumma amin. Va Alloh subhanahu va taolo ushbu darslarimizda barakali va davomiyli qilsin. Allohumma amin. Subhanakallahumma va bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka va natubu ilayk.